Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Andijon mebellari Xurshidbek Mebel.uz kanaliga xush kelibsizlar. Bugun mana sizlarga yana bitta chiroyli video chiqaramiz. Albatta oxirigacha ko'rib, like bosib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirsanglar, kanalimizni rivoji uchun sizlardan yordam bo'lib turadi. Xo'p, 230 ga 430 lik uгологimiz. Eng original fasonlarimizdan bittasi bu. Sidenalarga e'tibor berasizlar. Hozir yonboshini ham ko'rsataman. Yonboshlari mana qo'l qo'yadigan joylariga alohida e'tibor berib berasizlar. Nihoyatda mehr bilan, nihoyatda chiroyli ishlangan. Bilasizlar, Xurshidbek Mebel.uz kanalida men doim eng sifatli mahsulotlarimizni ko'rsataman. Albatta hammasi o'zini puliga loyiq. Ozgina qimmatga o'xshab ko'rinadi, lekin sifati a'lo darajada bo'ladi. Buni mana oyoqlari ham polni yog'ochdan bo'ladi. Polni yog'och. Nihoyatda chiroyli choklar, e'tibor berasizlar. Sidenaning kengliklari ham 60 sm haqiqiy. 60 sm-lik. Mana stoli 90 ga 270 bo'ladi. Bu ham krashinli qilib ishlangan, tepalari kraska sepilgan, nihoyatda chiroyli. Buni suxoy holatda qilganlarimiz ham bor. Endi mana bu pufigini kimi xohishiga qarab turib, kimdir xohlasa 3 ta qilib beramiz, xohlasa 4 ta ham qilib beraveramiz. 50 ga 50 sm dan 4 ta qilib berishimiz ham mumkin. Bunda narxi o'zgarmaydi. Narxi shu eski narx. 9,5 milliongacha sotganmiz, o'zi aslida 9 million so'mga tushirib qo'ydim buni. 9 millionga hozirda sotuvda turibdi. Xohlasangiz bunaqa katta pufik bilan olasiz, xohlasangiz kichkina bilan olasiz. Kichkinasini 4 ta qilib beraveramiz. 4 ta qilib beraveramiz. Soni ko'p bo'ladi, lekin asli nima desa bo'ladi? Buni holatiga nisbatan nabarot bundan sal ozroq ham ketadi. Nimagaki 50 ga 50 bo'ladi. Hozir bu 60 ga 90 dan 3 ta pufik. Hozir buni yaxshi tomoni shunday uchovini bitta yopishtirsa, spanli bo'ladi, bemalol uxlasangiz bo'ladi. Nihoyatda chiroyli ishlangan, orqalari ham o'zini materialda, 100% o'zini materiali bo'lgan. Uyni to'rala burchagiga tushaveradi. O'ng chap tanlamaydi, hamma tomonga tushadi. Narxi eski narx 9 million so'm. Bu Andijon mebellari Xurshidbek Mebel.uz kanalida. Komplekt polni yostiqcha, 3 ta pufik stollari bilan birga. Endi dastavka xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Viloyatingizga qarab, o'zingizni shahringizga, viloyatingizga qarab narxi qo'shiladi. Pastda albatta nomer qoldiraman, 2 ta nomer qo'yaman. 77 kodi bilan 275 0808 94 kodi bilan 755 48 44 nomerlarni qoldiraman. Albatta aloqaga chiqib yana tushuntirish olsanglar bo'ladi. Andijon mebellari Xurshidbek Mebel.uz kanalida nihoyatda chiroyli mebellarimizni bitta ko'rsatib boraveramiz. Endi bu yerda divan kreslolarimiz bor. Divan kreslolar ko'pchilik so'raydi, mana 3 taliklaringiz bormi deydi. 3 taliklarimiz bor albatta. Yangilik fasonimiz bu. Yangilik fasonlarimiz polni oyoqlari ham mana yog'ochdan, chinordan qilib ishlangan. Har xil rasvetkalari bor. Buni ham orqasi o'zini materiali. 100% mana bu orqa ko'rinish. Endi bu yerda hozir mana har xil rasvetkalari bor. Buni mana endi terishingizga ham bog'liq-da. Masalan, uzun qilib tersangiz, mana uzun qilib tersangiz 4 metr joyga tushadi. 4,5 metrgacha joyga tushaveradi. Endi bunaqa qilib burib turib tersangiz 3,5 metrga ham joylasangiz bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p, buni bugun aksiyaga qo'yamiz. Aksiya narxda bunaqa narxda sotilmagan, o'zi asli 6 million 800 ming so'mga bugun aksiya bahosida qo'yamiz. Troykalarimiz. Nihoyatda go'zal ishlangan, sifatlari a'lo. Bunaqa yostiqchalar albatta ichida bo'ladi. Materiali xohlaganingizga qarab, yoqtirganingizga qarab tanlov qilsangiz bo'ladi. Har xili bor mana. Bu mana materialimiz mana oldingi haligi rossiyskiy paytda qilardik. Qizil, haqiqiy qizil rang qilardik. O'zimizning uyimizda ham kichkinaligimizda bor edi-da bu. Shuni kimdir xohlasa mana olsa bo'ladi, gilamlarga, boshqalarga tushaveradi. Yo'q, menga maloshni qilib bering desiz, bunaqa maloshni materiallarimiz bor. E'tibor berib qo'yasizlar, bu teddy material.
Teddy material bo'ladi, tukli bo'ladi, oyoqlari chinor bo'ladi. Paralonlari eng yaxshi paralonlarni qo'yamiz. Заводской paralonlar bo'ladi. 6 million 800 ming so'mdan optim narxi. Optim narxi 6 million 800 ming so'mdan bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Endi bu yerda mana yangilik fasonimiz turibdi. Bu yangilik fasonimizni razmeri ozgina kattaroq. Yangilik chiqardik buni. 340 ga 240lik. Buni ham oyog'i yog'och mana. Yog'och 240 bo'ladi. 240 bu tomoni 340 bo'ladi. Stollari bilan buni ham 8 million 800 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Stoli 80 ga 180 bo'ladi. Buni ham yangilik qilib ishladik. Stollarini oyoqlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Oyoqlari polni MDF dan ishlanadi. Bunisiga hisobga olib qo'yasizlar. Tagi bunaqa polkali bo'ladi. Tagiga ham nimadir qo'ysangiz bo'ladi. Xo'p, sidenani kengliklari nihoyatda keng, katta ishlangan. Katta ishlangan. Buni xullas bugun aksiyada 8,5 million so'mga polni komplekt 8,5 millionga qilib beramiz. Albatta manzilingizga qarab yo'l kirasini albatta ichiga qo'shamiz. Endi mana ko'pchilik so'raydi, burchagi nimaga bunaqa past? Buni burchagini baland qilib qo'ysak ham bo'ladi, faqat qo'pol bo'lib ketadi, domda eshiklariga sig'maydi. Shuni hisobiga ozgina pasaytirib qo'yamiz. Ham bu vid beradi, ham sifat berib turadi. Hozir buni manonga tenglashtirib qo'ysak, eshikka sig'may qoladi. Domda eshiklariga bu burchak bilasizlar, nihoyatda katta bo'ladi o'zi asli. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Endi bu yerda mana spinkasi mexanizmli ishlarimiz bor. Bularga ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. 3 ta 4 ta har xil rasvetkada qilganmiz. Buni yaxshi tomoni, buni oyog'i mana polni temirdan ishlangan. Tagi bunaqa chinor bilan polni aylantirib karkas qilib chiqilingan. Mana polni jilovradi. Mexanizmlilarni bilasizlar, orqaga jilovradi. Mana qo'li ham jiladi mana. Qo'li ham jiladi, mana qo'lini jildirib ko'rsataman. Yengil harakat bilan jilovradi. Mana oshcha harakat kerak emas bunga. Bu ham 340 ga 240 bo'ladi. 340 ga 240 bo'ladi. Bunaqa kalyonniy stoli bilan biriga. Narxi endi eski narx 11 million so'm sotyapmiz buni. Bu yerda mana series turibdi. Buni ham shu stolni ham qo'shib beraveramiz. 11 million so'm ichida bo'ladi albatta. Bu ham nihoyatda chiroyli. Materialga e'tibor berib qo'yasizlar. Teddy material bu ham. Yengil harakat bilan mana ketaveradi. Oshcha harakat shart emas bunga. Uyda to'rala burchagiga tushadi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Nihoyatda chiroyli narsa. Oshcha bunga unaqa jimjimador qilib ishlanmagan. Sifati nihoyatda chiroyli, ko'pchilikka yoqadigan svetda bo'lyapti. Endi mana materiallar ozginadan farq qilaveradi. Ozgina farq qilaveradi, lekin hammasi qimmat material mana. E'tibor berasizlar, nihoyatda chiroyli. Xo'p, bu orqasiga jildirganimizda nihoyatda katta joy hosil bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'p. Narxi 11 million so'm. Polni komplekt. Xohlang bu stol bilan, xohlang manaqa stol qo'yib ber desangiz, abichni bunaqa stol qo'yib beraman. Yo'q, mana shunaqa sal boshqacharoq bo'lib tursin desangiz, boshqacharoq bo'lib turadi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz biz. Xo'p, endi keyingi modelimiz mana ko'pchilik so'raydigan, kichikroq razmer bo'lsin deydiganlar doimiy ko'pchilik mana kommentariyalarda o'zini fikrini qoldiradi. Menga sal razmeri kichikroqlari kerak deydi. Mana qo'li, buni faqat qo'li mexanizm bo'ladi. Buni oyoqlari polni chinordan. Bu ham yangilik modelimiz, nihoyatda chiroyli ishlangan. Xo'p, buni ham razmeri 240 chiqadi bu. Bu tomoni 340 bo'ladi. Endi ko'pchilik so'raydi, nechta odam bu? Endi 6 ta 7 ta odam sig'adigan uгологimiz bu. Oyoqlariga e'tibor berasizlar. Oyoqlari polni chinordan. Mana bezaklari MDF bo'ladi. Shunisiga e'tibor berasizlar mana. Tagiga keyin bemalol nima kiradi? Pilisos kiradi. Bemalol tozalasanglar bo'ladi. Mana opalarimiz ko'pchilik so'raydi. Tozalab bemalol uyingizni to'rali burchagiga tushaveradi. O'ng chap tanlamaydi. Orqasi ham o'zini materiali mana 100%. Boshqa material qo'shilmagan. E'tibor berasizlar. Bu materialimizning nomi Gucci material bu. Gucci. Endi Teddy, Gucci, Sakhalin har xil materiallarimiz borda. Mana bu yerda hozir o'taman, narigi materiallarni ham ko'rsataman.
Har xil materiallarimiz bor. Fazildan chiqadi ko'proq. Fazil mebeldan chiqadigan materiallar. Xo'p, 240 ga 340 lik razmerimiz bu chinorli. Oyoqlari chinordan ishlangan modelimizni eski narxi 8 million 200 ming so'm edi. Bugun 8 million so'mga qo'yamiz buni. Stollari bilan birga bo'ladi albatta. Stollari hammasi ichida bo'ladi. Buni 8 million so'm qo'yamiz. Keyin mana ko'pchilik mana 3/8 deb nom qo'yib olgan. 3/8 deb bu ham mana o'zimizdan chiqadi. Polni O'zbekiston bo'yicha nihoyatda ko'pchilikka yetkazib beryapmiz. Bu ham 330 ga 230 lik modelimiz. 330 ga 230 ikkita bunaqa katta pufigi bor. Pufigi ham endi 60 ga 90 bo'ladi. Bu ham kichkina emas, katta. Polni yopishtirsangiz spalniy bo'ladi. Bemalol maza qilib foydalansangiz bo'ladi. Buni ham bugun mana shunaqa stoli bilan mana shu stoli bilan qo'yaman. Oyoqlariga e'tibor berib qo'yinglar. Polni chinorda. 100% mana yonboshlari. Yonbosh ko'rinishlari bu. Nihoyatda chiroyli ishlangan. Narxi eski narxi bu ham 8 million 800 minggacha qo'yganman. Bugun 8 million 200 ming so'mga qo'yaman. 8 million 200 ming so'mga kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Ikkita nomer qoldiraman pastda. Bu mana orqa ko'rinishlari. Biron joyda mix, stepler unaqa narsa yo'q. Mana orqalari ham polni chinorda ishlangan. Sidinasining kengligi 60 cm bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib paslar. Endi men mana materialni sizlarga ko'rsatib beraman. Materialni ko'rsataman dedim. Mana bu uzoqdan mana ko'rinish. Uzoqdan ko'rinish mana. Mana shu holatda bo'ladi. Nihoyatda chiroyli bu ham. Bu ham shu mana uzoqdan ko'rinishi. Nihoyatda chiroyli. Endi mana materiallar ko'ryapsizlar, mana materiallar. Har xili bor. Har xili bor. Endi hammasiga har xil nomlar qo'yilgan. Mana materiallar tanlasanglar bo'laveradi. Vibr katta. Albatta aloqaga chiqsanglar materiallarni rasmlarini tashab beraman. Yana ham yaqindan olingan rasmlari bilan birga tashab beraman. Mana materiallarimiz ham o'ta go'zal. Mana ularimiz mana Gucci'miz mana ular. Gucci material. Mana chekadagi material ham o'ta go'zal. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz mana. Xo'p, endi bu keyingi modelimiz 2025-yilda trendga chiqqan yong'oqli fasonimiz. Yong'oqli deb qo'yamiz. Bu yonboshlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Ikki xil rasvetkasi bor. Bu yerda mana maloshniy turibdi, zangori ko'k. Qanday desak bo'ladi? Endi bu zangoriga ham tortadi ko'proq. Ko'k emas lekin zangoriga tortadi. Trendga chiqqan modelimiz, yong'oqli fasonimiz 220 bu. 220 bu tomoni, 420 bu uzun tomoni 420. 420 bo'ladi. Xo'p, 4 tadan pufigi bor komplektida, albatta stoli ichida bo'ladi. 90 ga 270 lik stoli birga bo'ladi. Bu eski narx. Eski narximiz 9 million so'm edi. 2025 da ham polni 9 milliondan sotdik. Bu yil ham 9 million. Buni aksiyaga tushira olmaymiz chunki o'zi qimmat bitadi bu. Mana buni xohlaganlarga bu maloshnisini beramiz. Xohlayman stolni o'zgartirsak bo'ladi. Korishnevisini qo'yib ber desiz, korishnevisini. Yo'q, menga oqi bo'laveradi desiz, oqi qoladi. Ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Tanlab olsanglar bo'ladi. 4 tadan pufigi bor. Albatta uyda to'rala burchagiga tushadi. Uyda to'rala burchagiga tushadi. Sidenalariga e'tibor berib qo'yasizlar. Ortoped prujina 100%. Yonboshlariga ham e'tibor beringlar. Orqalari albatta o'zini materiali, boshqa material bo'lmaydi bularga. Keyin burchagi 90 gradusli bo'ladi buni. 45 gradusli emas. 90 gradus bo'ladi. Nihoyatda sifatli ishimiz. Narxi 9 million so'm. Viloyatlarga kelishilgan holatda chiqazib beramiz. Yo'l kirasi albatta pulli bo'ladi. Dastavka xizmatlari bor. Xizmatini biz qilamiz, upakovka qilib, zo'r qilib chiqazib beramiz. Faqat yo'l kirasi pulli bo'ladi. Narxi 9 million so'm. Albatta aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomer qoldiraman. Ikkita nomer qoldiraman. Xohlovchilarga korishneviy stol bilan, xohlovchilarga bunaqa oq chiroyli stol bilan. Albatta shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'ysanglar, videolarimiz davom etaveradi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Bunisi endi keyingi modelimiz, Winnie modelimiz ko'pchilikka
tanish bo'lgan modelimiz. Bu ham nihoyatda chiroyli ishlangan. Bu nimasi bilan farq qiladi? Farqini endi hozir video davomida aytaman. Uyda to'rali burchagiga tushaveradi, o'ng chapi yo'q. To'ri 30 ga 230 lik bo'ladi. To'ri 30 ga 230 lik bo'ladi. Komplektida bunaqa 3 ta pufigi bor. 3 ta 50 ga 70 lik pufigi bo'ladi, albatta ichida. Stoli bor, yog'ochli stoli. 90 ga 270 bo'ladi. Farqi oyog'ida bo'ladi. Oyog'i mana buniki plastmassa bo'ladi. Mana unisi mana chinorda ishlangan. Chinorda ishlangan bunisi. Bu ham 430 ga 230. Uyda to'rali burchagiga tushadi. O'ng chapi yo'q. Tumbalariga ham e'tibor berasizlar. Oyog'i polni mana bunaqa chinor bo'ladi. Taylarini ko'rib qo'ysanglar bo'ladi mana. Bunaqa qilib, chiroyli qilib ishlangan. Nihoyatda baquvvat. Xullas, material buni ham Gucci materialda qilganmiz. Ikki xil rasvetkani. Gucci materialni bilasizlar, nihoyatda baquvvat. Chotki material, orqalari o'zini nimasidan. Chexoli bilan bir xil. Boshqa narsa qo'shilmagan. Albatta narxi bunisi 8 million so'm, narigisi plastmassa oyoqligi 6 million 800 ming so'm. $100 rasxoti farqi bor. Stol yog'ochli bu. Oyoqlari polni yog'ochdan bo'lgan, MDF emas. Shunisiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shu stol ham 300 ming so'm razisa qiladi. 300 ming so'm razisasi bor. Farqi yo'q. Endi menga oyog'i ijtimoiy hal qilmaydi. Menga bo'laveradi plastmassali desanglar, bunisi mana 1 million 200 ming so'm farqi bilan bunisini beramiz. Nihoyatda chiroyli. Bunaqa yostiqchalar albatta qo'shib beramiz. Yostiqchalarni qo'shib beramiz. Xo'p, endi bu yerda mana 320 ga 220 lik yong'oqdan ishlangan modelimiz, yong'oqli deb beradigan modelimiz, ko'pchilik biladi. 320 shu tomoni 320, bu tomoni 220 bo'ladi. Komplektida ikkita pufigi bor. Buni ham oyoqlari mana yong'oqdan ishlangan. Stollari hammasi ichida. Buni 7 million 800 ming so'm sotganmiz. Xo'p, 2025-yilda ancha trend bo'ldi. 7 million 800 ming sotdik. Ikki xil rasvetkasi turibdi bu yerda mana. Ikki xil. Bunisi ochiqrog'i, bunisi sal to'qrog'i. Kim qaysi birini yoqtirsa mana bu yerdan ko'rsanglar bo'ladi. Olsa bo'ladi. Albatta men stolni qo'shib beraman, ichida bo'ladi. Endi buni xohlasangiz tepasini oynali stol ham qilib beraveraman. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Orqasi ham o'zini materiali albatta. O'zini materiali Gucci material mana unisi. Mana unisi drap yangilik keldi. Bu material ham o'zgacha, o'ta o'zgacha. Ama yostiqchalari albatta ichida bo'ladi. Komplektning ichida 3 tadan yostiqcha qo'shib beraman. Narxi 7 million 800 ming so'm. Xo'p, original chesterlarimiz turibdi mana katta nimada, razmerda 430 ga 230 lik original chesterlarim turibdi. Bularni ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sotuvda turibdi. Choklariga e'tibor berasizlar. Nihoyatda chiroyli. Sifat a'lo darajada. Keyin bu yangilik modelimiz chiqdi. Yangilik modelimizni mana unisi mana alohida paralon qilib, buni ham boshqacha qildik. O'tirganda nihoyatda qulaylikni his qilasiz. Ikkita pufigi bor, komplektida stoli bor. Buni endi 8,5 million sotyapmiz hozirda. Buni ham aloqaga chiqarasizlar. Bunaqa stollari bilan 8 millionga qilib beraman. 8 millionga sizlarga qilib beraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mana bu uzoqdan ko'rinishi. Xo'p, mexanizmli bu yerda mana divan kreslolarimizni qilib qo'yganmiz. $600 bular. $600. Endi dollarga hisoblab qo'yganmiz buni. Aloqaga chiqarasizlar. Buni ham mexanizm, qaysinisi mexanizm desangiz, mana spinkasi mexanizm bo'ladi, mana kreslo. Xo'p, aylanadigan bo'ladi. Mana aylanadi. Bemalol aylantirib ishlatsangiz bo'laveradi. Orqalari nihoyatda chiroyli ishlangan. Mana spinkasi mana hozir. Mana orqa ko'rinishi shu. Bu orqa ko'rinishi, bu yonbosh ko'rinishi. Xo'p, buni ham kelishuv asosida qilib beraman. Bu yerda mana shohona modelim ham sotuvda turibdi bu ham. Buni ham mana 2025 da nihoyatda trendda bo'ldi. Buni ham maloshni
apelsinoviy har xil ranglarni qildik. Bu ham endi mana to'q siyo rang desak bo'laveradi. Teddy material bu ham. Qaranglar, teddy materialda shunisi borki, tukli bo'ladi. O'tirganingizda nihoyatda qulaylikni his qilasiz. Buni razmeri kattaroq, 3.45 ga 2.45 bo'ladi. Mana stoli 80 ga 1.80 MDF stol, bu ham nihoyatda chiroyli ishlangan. Bularni ham 8 million 200 ming sotganmiz, aksiyaga tushiramiz bularni ham. 7 million 800 mingdan qilib beraveramiz. 400 ming so'mga buni tushiramiz. 7 million 800 ming so'mdan bularni ham qilib beramiz. Nihoyatda chiroyli, sifatli narsalarni qo'yaman, bilasizlar, sifatsiz narsalarni hech qachon qo'ymayman. Doimiy klientlarimga sifatli narsa borsin deyman. Buni ham yangilik modelimiz Meduzani tagi taxtaligi bu. Tagiga e'tibor beringlar. Tagi mana chinordan ishlangan. Nihoyatda chiroyli, bu yonbosh ko'rinishi mana. Yonbosh ko'rinishi mana. Tagi polniy yog'och. Nihoyatda chiroyli. Mana orqasi bu orqa ko'rinishi. Nihoyatda chiroyli ishlangan. Buni ham shunaqa mana o'rtasi oynali bo'lsin desiz, oynali ham qilib beraveraman. 8 millionga buni ham qilib beraveraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, 7 million 800 mingdan ikkovini ham qilib beraveraman. 1-200 ming so'm hech narsani hal qilmaydi. Albatta obunachilarimiz like, obuna bo'lib tursanglar, like bosib tursanglar, kommentariyada fikringizni bildirib tursanglar, biz unga qarab yana sizlarga yangiliklarni ko'rsatib boraveramiz. Xo'p, endi bu yerda mana 3 million so'mdan yostiqli fasonlarim qavatiga turibdi. Bularni endi bilasizlar, optim sotamiz, lekin uyga ishlatgani, mana oshxonaga ishlatgani nihoyatda zo'r. 3 million so'm. Mana stol alohida bo'ladi, 800 ming so'm. 3 million 800 mingga polniy komplekt bo'ladi. Buni orqasi mana qora pardali material bo'ladi. Bu ekonomishniy variantimiz. Lekin ekonomishniy bo'lganda ham bu ham 100% pampers prujina, 100% pampers prujina и 60 santimetrlik sidenasi bor. Bu ham nihoyatda chiroyli ishlangan. Sifatiga albatta kafolat beramiz. Har xil rasvetkalari bor mana. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, sizlar bilan Xurshidbek Mebulus kanalini boshlovchisi Xurshidbek bo'ldi. Xudo xolasa videolarimiz yoqqan bo'lsa, albatta qo'llab-quvvatlab tursanglar xursand bo'lamiz. Keyingi safar yana chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Endi biz bloger emasmiz, lekin harakat qilyapmiz. Shu obunachilarimizga chiroyli mebellarni ko'rsatib, taqdim qilishga harakat qilib boryapmiz. Albatta kamchiliklariga uzr so'raymiz. To'g'rilashga harakat qilamiz. Sekin chiroyli kontentlar qilishda doimiy harakatida bo'lib turamiz. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.